Indeks bozor atrofidan Novostroyga dom qidirganlar bo'lsa, mana mana shu videomizni oxirigacha ko'rishlarini tavsiya etamiz. Greenhouse Novostroyga domlariga kelganmiz. 63 kvadrat Novostroyga domimiz, sotuvga chiqqan 9 qavatli Novostroyga domimiz 6-qavatida yangi remont hali hech kim yashamagan. Narxi ham zo'r, videoni oxirigacha ko'rsangiz, narxni ham aytib o'tamiz. Kirishdan boshqa arzonni qilib beramiz. Mana shu oynaga degan dil ketdi. Ishga ketishdan oldin kiyimdan to'g'rilab chiqib ketsangiz, mana shu boshqacha bo'ladi. Kirishdan boshlab arzonni qilib beramiz. Kirganmiz, prixojamiz bu yerda. Birinchi ko'rayotgan xonamiz o'zining oshxonasi bu yerda. Oshxonadan to'kli pollar qilingan ekan. Mana yoqqa stol surib qo'yiladi. Ularga hol uchun kafelar davom ettirib yursanglar bo'ladi bu yerda okamlar. Xo'p, bu taraf xonalarni birin-ketin ko'ramiz. Bu tarafimiz o'z alohida mehmonxonasi. Mehmonxonadan biz balkonga chiqsa ham bo'ladi. Orqa stankalarni ko'rsam katta qilingan. Birin-ketin boshqa xonalarni ham ko'ramiz, yurib kelamiz. Remontlarga ahamiyat beriladi. Yangi remontdan chiqqan Novostroyga domimiz. Bu tarafda ham yotoqxonamiz bor. Kattagina qilingan lyustralarni ko'rasizlar, chiroyli qilib qo'yishgan. Bu tarafga yurib kelamiz. Yurib kelganimizda alohida mana bu tarafda yuvinish xonasi, yuvinish xona oldida alohida o'zining hojatxonasi qilingan. 9 qavatli Novostroyga domimizdan 6-qavatda sotuvga tushgan absolyutni yangi remontda, yevro remontda qilingan, hali hech kim yashamagan. Ko'rib turganingizdek 63 kvadratli domimizni 69500 dollar okamlar ko'ndirib qo'ydik. Bemalol egalariga telefon qilib, savdo barakasini qilsanglar bo'ladi. Lakatamiz, Sergeli tumani Indeks bozorining shu ro'parasida joylashgan Greenhouse domlariga kelganmiz. Qiziqqanlar pastda nomerlar yozib qo'yamiz. Bemalol egalarga telefon qilib, savdo barakasini qilsanglar bo'ladi. Yana bizning nomimizni chizsanglar, yana o'tib bergan joylari ham bor. Indeks bozor atrofidan dom qidirganlar bo'lsa, mana shu videomizni tashlab qo'yasizlar.